Xo'sh, bugungi mavzumiz aytisi 2. Oxirgi mavzumiz logaritmik shakllantirirish. Xo'sh, buni qoidalar kechasi ko'rib chiqqanmiz. Bu sonlardan birda ko'rib ketaveramiz. Faqat kechagi darsda son bilan ishlagan boshlang, bugungi darsda harf bilan ko'proq ishlanadi. Misol uchun logaritm 2 asos ko'ra yoki a asos ko'ra qo'yamiz. Endi bizda bitta qoida bor, qarang. Logaritm a asos ko'ra b teng c ga bo'lsa, sizlar qaranglar. Yana bitta qoida yozib qo'ysak. Bu yuriladi, bu pastga tushiriladi. Tushunarli? Mana qaranglar. B teng a ni darajasiga oladi c. Tushunarli? Bunga ko'ra mana qoidani qaranglar. Bizga mana shuni berganda, nimani so'ragan? Logaritm a ni ko'ra a b ni qiymatini topib berganda. Bu nima qilish mumkin? Mana a 2 ni darajaga ko'taradi, b o'lchadi. B a ning nimasi ekan? Kvadrat. Tushundingizmi? Shu qoida bo'yicha yuramiz. Ko'p ishlatamiz bu qoidani, bildingizmi? Xo'sh, qaranglar. Nima qilamiz endi? B ni o'rniga a qiymat qo'yaveramiz. Logaritm a ni ko'ra a kara a kvadrat bo'ladimi? Tushundingmi? Endi nima beradi? Logaritm a kara a ning kubi. Sakrab tursa javob 3 ning o'zi. Demak, shu ifodaning qiymati chakani yozib qo'yamiz. Tushunarli? Mana misol uchun 4-chi. Logaritm a ni ko'ra b 4 deng. Mana logaritm a kvadrat taqsim b asos ko'ra a b ning kvadrati. Nima qilamiz? Buni ham xuddi shunday yuramiz. B nimaga teng? A ning 4-chi. Demak, b lar o'rniga a ning 4-chi qo'yib chiqamiz. Logaritm b ning o'rniga mana qaranglar, a ning kvadrati taqsim a ning 4-chi. Xo'sh, a ko'paygan a ning 4-chi. Endi nima bo'ladi? B kvadrat bo'lsa 8 bo'ladi ekan. Bu kvadrat bor. Mumkin ekan 8 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak logaritm qaranglar. Asosda a ning -2 qoladi. Mana qisqarsa bir taqsim a kvadrat-ku. Shuni a ning -2 deb oldim. Bu ko'p a ning 9-chi bo'ladi. 9 sakraydi, bu bir taqsim bo'lib sakraydi. 9 taqsim -2 logaritm a ko'ra nima beradi? 1 deb beradi. Javob -9 taqsim -4 tushunarlimi? Xo'sh. Misol uchun 7. Logaritm jo'z ko'ra a ni teng. Logaritm 9 ko'ra 1. Bo'lsa, bizda mana so'rayapti. Logaritm a taqsim 1. Yana o'sha gap. Mana unda endi asosini 2 ga olib kelinglar. Ikkovining ildizi orasida nima haqqim bormi? Logaritm jo'z ko'ra a teng. Logaritm 3 ko'ra b bo'ladi. Asoslar teng bo'lsa, darajalar bir-biriga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Tushundingmi? Asoslar teng bo'lsa, darajalar teng bo'lishi kerak deb a ga b ga teng bo'ladi. Endi bunga a o'rniga 1 qo'yaylik. Logaritm a ga a qo'ysa a kara a kvadrat bo'ladi. Bunisi nima? A ni qo'yaversam 1 bo'lib qoladi. Har qanday asos ko'ra birimiz nima ayting? Tushunarlimi? Savol bormi? Yo'q. Xo'sh, 10-chi. Logaritm 64 tas ko'ra a. Logaritm 4 tas ko'ra b. Mana juda ham xunuk narsa aytdim. Logaritm a ning kvadrati b ning kubi. Xo'sh, b a ning kubi b ning o'zi. Shu ishlamoqchimiz, nima qilamiz? Mana unda nima? Kubildiz olsam bo'ladimi? Kubildiz. Shunda nima bo'ladi? Logaritm 4 asos ko'ra kubildiz ostida a. Shu teng nima bo'ladi? Logaritm 4 daraja ostida asosda teng bo'lsa, darajasi teng bo'lishi kerakmi? B kubildiz ostida nima teng bo'lar ekan? A ga. Tushunarlimi? Endi nima qilamiz? B ni o'rniga kubildiz ostini qo'yib chiqaramiz. Nima joyiga? Logaritm a kvadrat taqsim buni o'rniga kub qo'ysam a ni o'zi bo'ladi. Darajaga a ning kubi ko'paygan b ni o'rniga kubildiz ostida a qo'yamiz. Bundan biz ketsa logaritm a asos ko'ra darajalar qo'shiladi. Qarang. A ni kubi ko'paygan a ni 1 taqsim 3-ku qo'shiladi darajasi 10 taqsim 3-si bo'ladi. A ning 10 taqsim 3-si. Bu a ni ketsa 10 taqsim sakrab tursa javob 10 taqsim 3 deb yozasiz. Tushunarlimi? Yozinglar. Qaranglar, 10-misoldan boshlaymiz. Bu juda ham xunuk ko'rinadi, qaranglar, juda ham. Lekin juda ham sodda misol. Ko'rishdan qiyin ko'rinadi. Mana bu yerda qaranglar, x y o'rniga
Nima qo'shib bo'ladi? X yigirma to'rtni. Z ni topsalarni, mana bittasi X yigirma o'rniga mana. Nima qo'yasiz? Z qo'yib nima qilasan? Xo'sh. Mana X topinglar, X topsak nima bo'ladi? Mana xato yozibman-da. Mana Z bo'ladi. Z yigirma bo'ladi. Endi ichini yozdim, 13 yozdim. 12 yo'q, boshqancha yozdim. Nega 13 yozdim? Bittasi X bittasi Z yigirma. O Y Z tamam. YZ-ku. Mana YZ-mi? Mana. Y Z keyin Endi qaranglar, mana bu yerdan xo'sh. Mana bu yerda nima topsam bo'ladi? YZ topinglar, YZ. Bittasi X bo'lib qoldi, YZ. Mana. Menga bittasini ham YZ o'rniga, YZ o'rniga bittasini X deb bersam, qo'ysam. Teskarilar bir o'qib qolmaymi? Taqsimni o'rniga yana bittasini qo'yibman. Mana bir taqsim Y turibdi-ku, YZ. O'shaning o'rniga yana bir taqsim X qo'yibman. Shunda yana teskarilarni olib qoladi, X o'zi bo'ladi. X square X bilan beradi. 1. Endi bunisi ham tushunadi. Bunisiga ham qo'ysang, bu tushunadi, aylanadi, mana bir bo'ladi. Keyin yana bir bo'ladi. Javob tushunadi. Tushundingmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Shu tartibda ishlanadi bular. Xo'sh, 15. 15 qanday ishlaydi bu? X, Y, Z, bu Minus yerda. bir taqsim ikki, minus bir taqsim. Endi nima deyapti? Logaritm X, Y asosiga Z plus logaritm X kvadrat, X, Y ning jami kvadrati yozaman. Birdaniga yozyapman. X plus logaritm Z X ning kubi keyin Y. Endi nima bo'ladi? Birinchisida minus bir chiqadi. Birinchisidan hozir mana bu yerda Z topsam, Z bir taqsim bo'ladi tagini. Minus Mana bir chiqadi. Z bizning aytganimiz bir taqsim X, Y bo'ladi, buni qo'ysam minus 1 darajasida minus 1 chiqadi. Bu Plus. minus bir taqsim ikki chiqadi. Endi mana bunga qo'yamiz. X to'g'ri topsam, bu yoqqa bo'lib olsam, Minus bir yana taqsim. X mi? Ikkisi X mi? Ha. Xo'sh. Y Z. Y ekan. Mana Y Z Bir ekan. taqsim. Ha, bu. Nima qo'yaman endi bunga? X topsam mana uni, X topinglar. Bir taqsim Y Z. Mana shuni olib qo'ysam uni o'rniga. Minus 1 darajada kiradi. Bundan yo'q, bir taqsim 2. Bundan minus chiqadi, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisida Minus chiqadi. minus 1 taqsim. Minus bir taqsim. Bo'ldi, aytmasam qo'yish tushunarli. Tushunarli? Juda ham sodda qiyin emas. Misol uchun endi 20-misol. 20 da 25 a ning to'g'risi y kvadrat teng s bo'lsa, menga mana so'lab beradi. Logaritm 5 a plus logaritm 25 a plus logaritm xo'sh 625 a minus ekan. S. Qaysimiz? Ha, tepamiz. Qaranglar, ildiz o'radi, ildiz. Mana turaversin. Logaritm 5 plus bundan ildiz olsa, logaritm 5 ildiz olsa bir bo'ladi. Minus buni ham 4-darajali ildiz oladi. Logaritm 5 4-darajali ildiz olsa s bo'ladi. Endi mana yig'indidan ko'paytirib o'tishim mumkin. Ko'paytma keyin mana bu bo'linmaga o'tib ketishi. Demak, men logaritm 5 a ko'paygan ildiz olsa bo'lingan 4-darajali ildiz olsa s deb yozsam bo'ladi. Endi mana undan qaranglar. Mana undan nimani topib olishim kerak? Undanmi? 5 ni topib oling. 5 topib oling. Xo'sh. Mana bunga shunday 4-darajali zo'ranglar hammasini. 4-darajali. 4-darajali ildiz, yana 4-darajali ildiz. Ildiz 5. Qaranglar, mana bu ildiz 5 chiqadi. Ildiz 5. Bundan A. Bundan ildiz 1. Teng 4 ildiz. Bunda 4-darajali ildiz S. Qaranglar, mana 4-darajali ildiz bormi? Shuni o'rniga shuni mana shu ikki hammasini olib qo'yaman. Bo'ladimi? Logaritm 5 ko'ra. A ko'paygan ildiz taqsim buni o'rniga ildiz ostida 5. Yana A ildiz ostida. Bulardan alarib ketadi. Bu degani logaritm 5 ko'ra 5 ni minus 1 taqsim. Minus 1 taqsim topdik. Minus 3 daraja ko'taryapti. Endi oladimi? Sakrab tushadi. Minus 2 emas, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Sababi bu yerda bo'lganda teskari edi. Shunaqami? Yozing.
Davom etamiz. Qani 24 misolda buni bergan ekanmiz. Buni ham biz nima qilsak bo'ladi? Yuraveramiz. Bu oldiga nima bo'ladi? Tushadi. Tushadi. A teng 3 ning nimasi? 3 3 6 nima desak bo'ladi? 36 taqsim 10. Buni ham 18 hisoblasa taqsim 5. 18 taqsim 5 desak bo'ladi. Endi bo'ldi. A ni o'rniga o'sha olib borib qo'yaveraman. Mana. Logaritm uchasi ko'ra. Mana men A ni nima deyman? 5 taqsim Ana qisqarib ketdi. 9 bo'lar-ku. Uni A ni o'rniga nima yozayapman? A ni o'rniga. 3 ni 18 taqsim 5-chi. 5-chi. Bu bir-biriga nima bu boshqasi? Ko'payib boshlaydi. Soddalashtiramiz. 5 lar ketadi. Ko'paytirsak 5 lar ketadi. 2. 3 ni kvadratida. Logaritm uchasi ko'ra 9 bo'lib qoladi. Bu degani tushunarli? Oson, faqat sen talashatsang. 29. 29 dan mana shunga o'xshash. Bir xil ekan 29. 3 ni oldi. Buni ishlamay 30 ishlagan. 30. Xo'sh, 30-chi misol. Logaritm 5 osga ko'ra a teng 1,8 bo'lsa, logaritm 5 osga ko'ra b teng 6 taqsim 5 bo'lsa, bizga mana solib beryapti. Logaritm 5 osga ko'ra 6-darajali 6-darajali ostida a ning kvadrat taqsim b 5. A teng 5 da. Xo'sh, buni yuraveramiz boyagida. Nima A qilamiz? teng 5 9 taqsim 5. Xo'sh. Nima deymiz? A teng 5 9 5 ni 9 taqsim 5 bo'ladi. B teng 5 ni 6 taqsim 5. shunday mana tushunib olganmi? Mana yuryapmiz. Darajaga olyapti, bu saklayapti. Bunisi ham darajaga olyapti. Bu 18 taqsim qo'ydik bu, satr qo'ydik xolos. Tushunarli? Endi qo'yamiz o'rniga. A ni o'rniga nima yozamiz? Logaritmni yozaman, qaranglar. 5 A ni o'rniga nima yozaman? Aytingiz. 5 ni 9 taqsim 5-sini kvadrat taqsim b ni o'rniga 5 ni 6 taqsim 5. 6 taqsim 5-sini 5-si deymizda. O'pishida 1 taqsim 6 yozmaymiz. To'g'rimi? 1 taqsim 6 berib tushirsangiz ham bo'ladi pastga. 1 taqsim 6 logaritm 5 osga ko'ra. Buni ko'paytiringlar birdaniga. 18 taqsim bo'ladi. 5. Qarang. 5 ni 18 taqsim 5-sidan ayirib tashlayman. Qisqarami bu? 6. Ayiramiz 6. Nima uchun 6 ni ayiramiz? Chunki taqsim turibdi-ku, bo'lganda nima bo'ladi? Ketadi. 5 dan minus 12 taqsim 5. 1 taqsim 6 logaritm. 5 nechinchisi? 5 dan minus 12 minus 12 taqsim 5. taqsim 5-si. Yana 5 sakrab tushiramiz. Yana 5 ham. Sakrab tushirsak bo'ldi. 5 osga ko'ra 5 birdir beradi. 1 taqsim 6 ni ko'paytirasizlar. Minus 12 taqsim 5. Minus 2 taqsim 5. Minus 2 taqsim 5 bo'ladi. Tushundingmi? Qo'rqmasdan, erinmasdan soddalashtirishni. Nima ya? 5 ni 18 taqsim 5 bo'ldi. Qaysi? Mana ko'paydi. Ana 2 turibdi-ku. Mana a kvadrat turibdi, ana o'zi emasda bizda. A kvadrat mana. A ni o'rniga mana deb qo'ysam, u yana kvadratdan turibdi. A kvadrat ikki tomonga olib ko'taradi. Mana shu narsani beradi. Bir-biriga ko'payib boshlaydi, 18 taqsim 5 bo'ladi. Tushundingmi? 33. 33 qaranglar mana. Logaritm 2 asosiga ko'ra 7 teng a bo'lsa, logaritm 16 asosiga ko'ra 343 ni a orqali ko'radi. Qaranglar, 343. Ikkovi ham ildizda turibdi-da, ya'ni kvadratda turibdi, to'g'rimi? 4-darajada. Ikkovi ham 4-ildizda olsa. Mana 7 ni kubi, 7 ni kubi bor. Bo'ldi, qaranglar. Bunda 7 ni kubidan 3 sakraydi. 2 ni 4-sidan 4 sakraydi, 1 taqsim bu. Shunda mana shu holatga keladi. Tushundingmi? Mana o'rniga shuni aniq qo'ying. 3 taqsim 4 deb shundagi keyin mazmunga. 33 ko'rdikmi? 38. 38 ni ko'rib ketdik. 38 logaritm 2 osga 3 teng a beryapti-ku. Endi o 20 ta ildiz olsangiz zo'r bo'ladi. Ikkovi ham kub ildizga keladi. Shu kub ildiz olsangiz logaritm 3-darajali 2 bo'lib qoladi. Baribir shunday. Mana 2 ni kubi deb berib tushirasan, 3 kubi deb berib tushirasan, 3 ta chiqarib ketadi. 2 bitta emas. Tushundingmi?
Men o'rniga qo'yaverasan. Teskari turib qolib, uchoq kerak bu. Joy almashtirish uchun mana buni bir taqsim qaraysan. Demak, mana shu narsani o'zi bir taqsim A ga teng. Bir taqsim A. Tushundingmi? Yani 43. 43. Logaritm 2/5 teng A ga. Bizga onu so'rayapti. Logaritm 2/100 solib ber. A orqali fotosoladi. Mana 100 men. Nima deyapsan bular? 100. 5. 4 kere 25 desam bo'lmaydi. 4 kere 25 deysan. Bu logaritm 2/4 plus logaritm 2/4 5. 25. Ama mana 2 ni bermaymi? Bundan beri 2 logaritm 2 asos ko'ra 5 bo'ladi. 2 1. Buni o'rniga qo'yaman. Ana olib qo'yaman. 2 plus 2. Bu javob shu. Tushundingmi? Yozamiz. Qaranglar. Men 47 da logaritm LG2A ga LG7B ga bo'lsa LG98 da va bu orqali foydalanadi. Nima qilamiz? Kerak qilamiz-da. 49 kerak ekan. LG 49 kerak desam bo'ladimi? 20 ga o'tkazib olamanmi? LG 49. LG 49 plusdan LG 2. Qaranglar, mana 7 shu 2 LG 7 plus LG 2. Bo'ldi, buni o'rniga nima qo'yamiz? LG 2 ni o'rniga. LG 7 ni o'rniga. 2 bir pizza. Bo'ldi. Qiymasmi? Yo'q. 51 siz. Bosh 51. 51 nima deyapti? LG 3 logaritm 3/15 A. Logaritm 3/5 ni A orqali ifodalaydi. Nima qilamiz? 3 kere 5 qo'yamiz. Bu Mana taraf. maydadan, mana shuni o'zi maydadan tashlaymiz. Bittani ko'ramiz. Logaritm 3/5 plus logaritm 1dan 20 ga o'chayapman. 3. 3/3 nima A beradi? minus 1. 1 da beraman? A 1 da yoqqa o'tkazaversan. minus 1. A minus 1. Logaritm 3/5 miz teng. A minus 1. Bu tugan. Tushunarli? Ha. 55. 54. 54 nima deyapman? Logaritm 3/5 teng A ga. Endi buni qancha beryapti? Qarang. Logaritm 75/3 ni ifodalab berilgan. Birinchi bir taqsim qo'yib. Mana shuni o'zini bir taqsim qiling. Bir taqsim kim oladi? 25 gacha 3 ko'ra deymiz. 3/25 plus logaritm 3/3. Yana 3/3 birni beradi. Va 25 dan 2 nima bo'lgan oldiga? 2 A Qaytarib tushadi. 2 logaritm 3/5 plus 1. Logaritm 3/5 nima deydi? A ga ana qo'yasiz. Javob 1 taqsim 2 2. A plus 1. Tushunarli? 58. Qo'yibdi o'chirni. Qarang, 58 da logaritm 11 berilyapti. A ga teng. Uni A orqali ifodalayib beradi. 99. 99 kere 360. Qarang, mana shu o'zi maydalashdan boshlaymiz mana. Mana buni necha keradir desak o'xshaymi shu? Teskari borsak cho'shamiz. Teskari qanday nima qo'yib? Oldin maydalab olish kerak-ku. 360 necha bundan? 3 kere 3 borsak bunday. 33 ga bo'linadimi shu? Yo'q. 33 bo'linadi. 360. Necha bo'ladi? Olmadi. 10 bo'ladi. Maydalanglar necha kere necha? 11 kere 33. Yoki 11 kvadrat 121 kere 3 desang bo'ladi, mana. Logaritm 99/1 121 qo'shilgan logaritm 99/1 necha deyman? 3 desam bo'ladimi? Endi mana 121 11 kvadratni qancha tushiramiz, to'g'ri? Mana, nima deyman? 2 ko'paygan logaritm 99/1 necha deyman? 11 plus ana uni endi bir taqsim desak bo'ladi. Bo'pti, bir marta yozib oling. 3. Endi maydalaymiz, bir taqsim deymiz, mana. 2 taqsim bo'lib qoladimi? Asos nima bo'ladi? Almashadi. 11/2 o'zim bo'ladi. Keyin uni maydalayman. 11/2 9 deyman. Plus logaritm 11/2 tushundingmi? 11 kere 9 99 ga tush. Hozir ko'paytma qilib
Yig'inlik bor Ha, ekan. ha. Tushunarlimi? Ha. Endi qaranglar, keyingisini. Plus buni ham bir taqsim deyman. Aytinglar, nima deyman? Bir taqsim dedim, 399 bo'ldi. 2 nima deb olaman? 9 ko'paygan 11 bo'ldi. Logaritm. 3 kira 9 plus logaritm. Endi bundan turaveradi. 2 taqsim logaritm. 11 kira 3 deymanda 2 ni sakrab tushiraveradi. Tushundingmi? Ha. Xo'sh, plus bu nima? 1 2 to'g'ri. Plus Ikkinchi ulanadi. bu Ikkinchi 2 deyman, to'g'rimi? Ha. Plus bu 3 kira 10. Endi qarang, 3 kira 10 nima edi? Ana qo'yaylik bu. 2 taqsim 2 plus 1 plus 3 1 taqsim 2 plus Ha. bo'ldi, shu umariz berib qo'yasizlar endi. Yoshtirish turgani ham umariz bergani bo'ladi. Umariz bersinlar 4 plus 2 plus 1 taqsim 2 plus 1. Mana 1 bo'lmaydi, bu yerdan ko'paytiramiz. 2 plus 1 bo'ladi. Ko'paygan 2 plus a. Xo'sh, bunga buni hisoblasak 4 ta a plusdan 5 taqsim. Bu ko'paytirilganmi javobda? Xo'sh, 2 plusdan shunaqa javob yo'qmi? Yo'q, vashi yo'q. Bunday Nechi bo'lay bu? ustoz. To'xtatma. Exact. Uçaz. Jimdir. 50 8. Makas 2 sakkiz. Xo'sh. Qayerdan qattiq? Bunday bo'lay ustoz. Xo'p, gapirdan. Ana soat qalifodalarga logaritm asqara bo'ladi. Keyin uni logaritm Uchastkani o'tiramiz. Ha, o'shanda Mana uni chiqish kerak edi, endi nima qilamiz? Qaranglar. Mana uni birozdan ikkinchasiga o'tish formulasi qo'yamiz, qaranglar. Bo'lmasa bu qanaqa qayerda albatta. Mana bu narsani qaranglar. Uchastkani 11 ku. Asos nima? Asos. 3. Ana uchastkani logaritmda bor. Tepani pastda mana. Mana uni o'zini logaritmi 99 bora. 363 dan nima deyman? Mana shu o'zini. Logaritm uchastkani 363 taqsim nima uchun? Logaritm uchastkani. Xo'sh, nima qilamiz endi? Rizqni kara chiqar. Logaritm uchastkani 121 plus 1 deb birdan yozsa bo'ladimi? Ha. Endi ikkinchisini ham. 2 plus Logaritm uchastkani 9. 11 bor o'shani. 11 plusdan 2 deb yozadi. Endi mana 2 ni sakrab tushsam bo'ladi 11 deb 2 ga tushadi. Bu Ko'p 2 o'yna. plus 1. Nimaga cho'zdik o'zi? Shu ustida ishlasang bo'lmasmi? A plus 2. A plus 2. Ha, aytdim. Tak. Yoz o'yna. Shuncha cho'zganmiz. Qaranglar, buni endi nima qilamiz? Hozir mana bu asosi shuni a'loqada ifodalaydi. Mana shu asos nima? 3 mi? Uchastkani logaritmga berak, tepa pastini. Nima deymiz? Logaritm uchastkani 96. Taqsim logaritm uchastkani 22. Shu teng nimaga? A ga. Endi mana nima deymiz? 32 ga 3 deymiz. Ha, kim? Logaritm uchastkani 5 5 8 ga 2 desak bu 16 ga 32 ga 3 qiling, ana 2 bilan keladi. Birdan 5 chiqasa. 16 ga 6 16 ga 6. 6. Yana necha? Kelayotgan yaxshi ustoz. Kelayotgan yaxshi. 8 ga 2 bor. 8 ga 2. 16 ga say. 32 ga 3 deyik. Taqsim nima deymiz endi buni? 8 ga 3 deymiz. Ha. Uchastkani 8 8. ga 3. Birdan so'zlasam bo'lmaymi shunda? Aytdim. Uchastkani. Shuni ham bir deb yozsam bo'ladi, lekin tushunmayapman. Shu teng nimaga? 5 logaritm uchastkani. Endi qarang, mana 5 sakrab tushadi. 2 ni 5 tushadimi? Ha. 2 ni 5 sakrab tushadi bu yerga. Necha bo'ladi? 5 logaritm 5 uchastkani. logaritm uchastkani 2 Plus 1. bor. Taqsim 3 sakrab tushadi. 3 logaritm uchastkani. 3 logaritm Plus plus. Ana shuni endi qaranglar. Shuni qanaqa qilib x deinglar mana bu. X deinglar. Adashib ketmaslik uchun. X qo'yamiz doim, shundan x topmasak bo'ldi. 5x plusdan 1 taqsim 2x plusdan 1. Shu teng a. A. Ko'paytiraylik proporsiyada. 5x 5x plus plus 1 3a. A plus 1. Buni qanday o'zgaraman? X bor. X bormi? 5 plus 3. Yog'mi? Shunday bo'ladimi? Ikko'dan chiqarib olaman. X dir. 5 minus 3. Bitta bo'lib olib javob chiqaradi. A minus 1 taqsim 5 minus 3.
Tushundingmi? Demak, qoidasi esa qoida, avval aytib o'tib ketganman, Sardor nimaga bilyapsiz? Sardor avval ko'rgan, o'shaning uchun mana osonroq usulni har doim mana ikkinchi savol orqali ifodaladi deganda, buni asosida nima bo'lsa, o'sha asosga ko'ra boshqa asosga o'tish kerak. Tushunarlimi? Qoidasi shu. Hozir ikkitaliklar keladi, ikkitaliklarni ham boshqa asosga ko'ra o'tsalaring osonroq nisbatan chiqadi. Misol uchun 64 yoki 65 65 ikkitaliklari borda. Hay, 65 ni ko'ring. 65 qarang. Nima deyapti 65 da? Logaritm 392 224. Shu teng a ga bo'lsa, logaritm 2 7 ni alfa ifodalanadi. Yuqorida mana yana buni asosi nima? 2. Bu 2 demak 2 ga ko'ra boshqasiga ko'taman. Tushunarlimi? Nima bo'lar ekan? Logaritm 2 ko'ra 224 taqsim Logaritm 2 ko'ra 390. Shu teng nimaga? Endi 224 mayda deymiz-da. 2. Nechaga deymiz? 16 kere 14 qara 14 dan 2 sini oldim 16 qo'ydi. 32 kere 7 desak bo'ladi. 32 kere 7 desak, mana logaritm 2 ko'ra 5 qo'ying o'shani. 7 plus logaritm 2 ko'ra 32 ku. Shuni 5 tushunmay qolmaydi. Xo'sh, buni endi logaritm 2 ko'ra. Buni nima deymiz? 392. 392. 7 ga bo'laymi? 7 ga. 7 ga. 98 kere 4. 56 kere 7. 49 kere 2. 49 kere 8. 49 kere 8 desak bo'ladi, to'g'rimi? Endi logaritm 2 ko'ra 49 deymiz, plus logaritm 2 ko'ra 8 desak bo'ladi. Ko'paytirish shunday. Endi buni qarang. Mana buni turaversin. Bu a ga teng o'xshaydi. Nima endi davom etamiz? Xo'sh, a ga teng bo'lsa mana turaveradi. Bu logaritm birdan bellasha olaymi? X deb. Plus mana nima beradi? 5 beradi. Taqsim bo'lsa 2 ni beradi. Mana bu o'zi. Ha 2 x ham bor. 7 bo'lgandan keyin bu plus 3 ning o'zi. Shu teng nimaga? Aga shundan boyagidek hisob qilishda bu. Proporsiya keladi. X plus 5 teng 2x X minus 2a yapacaksak minus 3 ama bekliyorsunuz. 3 ama 3'a 3'a minus 5 3a minus 5. Keyinchi x çıkar oradan 1 minus 2a teng 3'a minus bu bo'ladi. x'te 3'a minus 5 taqsim Shu degan osona yozmaydi. Qarang, 18-misollarda qanday ishlaymiz? Mana yozdik ku. o'shani chiqaraman Mana bu maydalaymiz. 100 kere 2 LJ 2 ko'paygan, plus LJ 100 desam bo'ladimi? Tushundingmi shuni? Minus LJ 2 kvadrat 20 turibdi. 10 kere 2 20 ni LJ 2 plus LJ 10 deymanda. kvadrat Qarayda kvadrat o'pchida kvadratda, tushundingmi? Shuning uchun ichkarida maydalar kvadrat qo'yadi. Tushunarli? Mana buni endi qarang, LJ 100 deganimiz 2 degan LJ 2 LJ 2 plus 2 minus 1 ochamiz. Mana nima beradi? LJ 2 turaversin. plus 1 plus 1. T deb belashayotganda hammasi LJ 2 keladi. t ko'paygan t plus 2 Qarashda ko'paytiring. t kvadrat plus t minus t kvadrat minus 2t minus 1 Minus 1. Xo'sh, ketadi bular. Bular. 2 tlarni bitib minus Çok. Aytib qo'yishim shunday. 70 Demak, mana shu tartibdagi misollarda hammasi mana qiladi. 70 70 ham shunaqa. 71 70 ekan to'g'ri. Bir xil ilk boshda. Mana logaritm 2 as ko'ra 7 taqsim logaritm 56 as ko'ra 2 minus logaritm 2 as ko'ra 28 taqsim logaritm 4 ko'ra yo'q, uni maraj beramiz. Qarang. Mana bu borga pastda turibdi-ku, shuni yuqoriga chiqarsan. Asos almashtiradi. Shu mana 2 as ko'ra bo'lib qoladimi? Demak, shuni o'zini men logaritm 2 as ko'ra 56 ko'paygan logaritm 2 as ko'ra 7. Shunaqa qilgan tushundingmi? Mana bir taqsim turibdi-ku,
Shu tepani chiqardim, faqat asos almashib qoldim. Shunday. Minus buni nima deysiz? O'zingizga aytingchi. Logaritm 2 asosga yigirma sakkiz ko'paygan. Logaritm 2 asosga 10 yozamiz. Tushunarli? Endi mana yuqorida aytgan maydalar. Shunda maydalab qo'shiladi. Mana nima deymiz endi? Yo, logaritm 2 asosga 56 ni 7 deymanda plus 3 deb yozib qo'ysam. Endi tushunasizlar. Nimaga shunday bo'ldi? Nega cho'p qoldi? Mana 2 kira 8 deydi, 2 kira ko'p. Tushunarli? Davomida nima turibdi? Ko'paygan. Logaritm 2 asosga 7 turibdi. 7 turibdi. Minus endi davom etamiz. Minus nima qilamiz buni? 4 kere 7 deyman. 4 kere Plus 2 bo'ladi. 2 asos ko'ra 7 plus 2 desam tushuniladi. Davomida bu turibdi. 7 kere 2. Ana belish o'yini zo'r bo'ladi. Buni t desalar, t plus 3 minus t plus 2 t plus 1. Ochamiz mana uni. Minus plusdan 3 minus t kvadrat minus 3 minus 2. Bular ketadi. Minus 2 mumkin. Tushunarlimi? Qiymasi 75 ko'ring siz qiynalasiz. Xo'sh. Bu yoqda 75. 75 ham hozirgida bir xil. Bir xil 76 ni ko'ring. Qaranglar 76 da nima beryapti? Bular muammo emas. Mana qaranglar. Qara. LG 2 askerga plus mana bir taqsim LG emas logaritm 2 askerga 5 plus 2. Xo'sh, bunisi qaranglar, logaritm 2 askerga 5 deb turaveradi. Minus faqat buni qaranglar 10 turibdi asosida. Bir taqsim qilsam, ana shu logaritm 5 askerga 10 bo'lib qoladi. Rostmi shunga? Ana shuni o'zini men nima deb yozishim mumkin? Logaritm 5 askerga 2 kere 5. 2 plus 1 deb yozaman. Shuni o'zini. Tushunarli? Endi davomini turibdi. Logaritm 5 askerga 2 minus logaritm 2 askerga 5. Endi qarang, chalkashmaslik uchun vaqt qolmaymiz. Mana bittadan baydan yozishsam adashib ketamiz. 2 askerga 5 ta deyman. Logaritm 5 askerga 2 mischi bittasi bo'ladi. Shu o'rnga qo'yishim. Buni o'rnaymi? Plus mana bir taqsim t, to'g'rimi? Bir taqsim to'g'rimi? Adashmaydi. Plus 2. Endi bunisi t minus bir taqsim nega 5 askerga 2 ko'p? Bir taqsim t plus 1. Tushundingmi? Tushundingmi? Ko'paygan bunisi nima endi? Bir taqsim t minus t bo'lsa bo'ldi, mana shu qilamiz. Ko'paytiraveramiz mana uni. T kvadrat plus 2 t, to'g'rimi? Plus t. Bir taqsim t. Birinchi t bor. Endi mana buni qarang. Shuni o'zini ko'paytiraman. Buni ko'paytirsam. Xo'sh. 1 plusdan t teskari aylantirsa tepadan olib qoladi. Endi mana bir ko'paytiraman. 1 plusdan t kvadrat minusdan t taqsim 1 plusdan tushundingmi? Birdan qarang mana. Mana Birinchi vaqt. ko'paytirdimda buni qo'shdim 1 plusda bo'ldi. Pastda t qoldi, tepaga aylantirib t chiqaradi. Endi mana bu hammasini men qo'yib yuborasiz beramiz. 1 plus t kvadrat minusdan t bo'ldi. Tushundingmi? Qaysi? Mahraj. Mana. Bunisi. Plus. O'sha ko'paytirganingizda t plus t Nima yozmam o'sha? Nima yozdi? T plus mana. Mana t emas, t-midi? T edi. Bir emas. Yo'q, qayda t? Mana t. Buni ko'rish t plus to'g'ri. Mana t. T plus t kvadrat minus t. Shular ketadi. Endi ko'paygan davomida yana bir taqsim minus t. Yana t ketadi. Buni t plus 1 nimasi? Kvadrati.
taqsim t. Ko'paygan tepada nima bo'lyapti? Bir t kvadrat T kvadrat. Ko'p yozamiz hozir. 1 plus t. Ko'paygan 1 taqsim t minus t ku. Qarang, bu ketadi. Mana plusligimiz bu ketadi. Demak, t plus 1 bor ekan minus t. Bu ikkalasi qarabda. Shuncha bo'lsa 1 chiqsa. Tabiiy holat. Yozamiz. Qaranglar, qo'ygandan o'xshash 82 dan davom etamiz. Xo'sh, mana buni biz buni yo'ya olamiz. Qaranglar. 2 mana shuni o'zini logaritm 3/2 deb yozaman-da. Keyin 9 yozaman-ku. 9 ni nima beradi shu skora 9? 2. Ana shuni hal qilaman. Tushundingmi? Davomiga bunga ham -3 logaritm 3/2 deyman-da. Ham 2 beradi. 3/2 deyman-da. 3/9 plus 2. yana 2 beradi. Kara turib turadi. Logaritm Plusdan bu turaversin. Logaritm 2 ne kvadrat joyida turibdi. Pastda. Taqsim yana Mana yasamaymiz. 2 ko'paygan yana logaritm 2 minus 2 minus logaritm 2. Endi yozamiz. Birleştirsek 2 t plus 2'nin karşı kvadrati minus 3t plus 2 minus t kvadrat Taqsim 2 t plus 2. t plus 2 minus t. Endi mana sadosha so'ndirib qo'yadi. Hisoblaymiz. 2 t kvadrat Birdan ko'paytirib yozamiz. 2 t kvadrat plus 8 4'teydi 8 bo'ladi. plus 8 Plus 2 kvadrat turib olish kerak 2 ko'payib. 8. Endi bu minus 3 t buni kvadrat ko'ydiramiz. Minus 3t kvadrat minus 6 t minus 6t. plus t Davomida plus t kvadrat. Bahrajdagini ham hisoblaymiz. 2 t kvadrat plus 4 minus t. T kvadrat bo'lmaydi. Mana bu. Ya t bo'ladi. Plus t bo'ladi. Bo'ldimi? Minus t kvadrat tepadan Xo'sh, ko'paytirdik 2t. Minus bilan to'g'ri. 4 bo'ladi. to'g'ri. To'g'ri. Bo'ldimi? Endi qaranglar. Minus Bu t bilan bu kvadrat. qaranglar. 3ta t kvadrat-ku. Ya, u ham bor. Ha, 2 0. 2 t. 8ta t'dan 6ta ketsa 2 t. 2. Minus 8. 2ta t plus 8. 8. Bitta t'dan 2ta t ketsa, 2ta t'dan bitta T ketsa. plus 4. Plus 4. Tepadan 2 chiqarib qo'yaman. Pastdan t plus 2. 2 ni o'zi bor ekan. ketadi tag'in javob. 2 javob. Tushunarlimi? Qarang, 8 misolda bor. LJ 5A ga, LJ 3B ga, L logaritm 15 skor. Yolchilab olaylik. A bilan B asos skor. Qarang. Mana asos nima turibdi? Boya biz shifrga qildik, to'g'ri? Ha. Mana bu yerda 10 bor asosda, bunda ham asosda 10 bor. Endi mana uni shunday o'tishim kerak, men logaritm 10 asos ko'raman. Ya'ni LJ 30 LJ 15 deb yozaman. Shundaymi? Endi buni ham so'zlashib LJ men LJ 3 plus 1 yozsam rostlarmi? 3 kara 10 deyman-da, Ha, tushunayapsizmi? tushundim. Endi mahrajdan nima 5 deyman? kere 5 ga 3. LJ qarang, 3. buni LJ buni qilamiz. 30 taqsim Yo'q, shunday bo'laylik. A bilan birga kelasiz. Xo'sh. LJ 3 plus Xo'p. LJ 5. LJ 3 plus LJ 5. Bu bas ham bor bizda. Ha, shunday. Bo'ldi, o'ylab ko'p tashlang. LJ 3 o'rniga nima qo'yasan? A plus. B A plus plus B. 1 qo'yasan. LJ 3 B. Xo'sh. A Buni plus B. o'rniga A plus 1. A plus B. Bo'ldi, javob mana shu. Agar sizlar mana shu qoidalarni bilmasalaring, juda ham qiynalasiz. 91. Misol uchun yana LJ ekan 91. 92 ni ko'rdik, LJ emasmi? LJ ni ko'rdik, to'g'ri? 92 bo'lsa, logaritm 2 asos ko'ra 5 teng A ga. Qaranglar, endi chalib deyapsizlar. 7 asos ko'ra 2 teng B deyapsizlar. Mana buni logaritm 2 asos ko'ra 70 ni A va B orqali tushuntirib. Ana bir taqsim qo'ydik, ham bir taqsim B bo'ladi. Mana turaversin. Logaritm 2 asos ko'ra 5 A ga teng. Mana logaritm 2 asos ko'ra 7 ni men bir taqsim B deyapsam, o'zi mana 2 asos ko'ra logaritmimiz meni o'zi hech qiladi. Shuning uchun o'zini maydonga keltirasiz. 10 kare. Logaritm Yo'q. 2 asos ko'ra 7 kara 10 desam 4 bo'ladi. kare 4. Yo'q. 14 kare 5. Buni desam bo'ladi. Mana. Men buni maydonda tashladim. Logaritm 2 asos ko'ra 7. 7 Logaritm 2 asos ko'ra 5 plus 1. plus 1 deb yozsam bo'ladimi? Bu Endi o'ylab qo'ying. bir taqsim B. Bittasi. Bir
2 az ko'ra 7'miz 1 taqsim bor. Minus A, minus B. A minus 1. Ummaraj berib qo'yinglar. Yo'q, shu job. Shunaqa bergan. Agar bo'lmasa ummaraj berib Yo'q, qo'ying. shu job. Tushunarlimi? 96 ustiz. 96. Bular ham 96 zo'r misol haqiqatdan. Bitta buni yozib olinglar-da. 96 da qaranglar. Mana logaritm y as ko'ra x a z asos ko'ra mana z 7 deb o'ylamang. Z as ko'ra x imiz b. Mana bunga ko'ra ifodani a va b orqali olish kerak. Qaranglar bizda yurish bor-da. Bu tartibda buni oldiga sakraymiz. X teng nimaga? Y ikkita teng. aymiz. Buni ham yursak x teng X teng Z-ni bo'ling. z ni birinchi Tenga darajada olamiz ekan. tenglayveramiz. Tenglaversak ham bo'laveradi. Hammasi bittaga oldik, birga bo'ladi. Endi bir-biriga tenglasam, y ni aynisi teng, Z nima x? z ni birinchisiga to'g'ri. Endi qaranglar. Bir asos ko'ra ildiz olamiz. Mana shu narsa degani z ni b taqsim aynisi rostmi? Nima uchun bu? A asli ildiz olamiz. Mana misol uchun qaranglar. 3-darajada y tursa, mayli x tursa, mana bu nima qilasan? Ildiz tushirasanmi? Ildiz ostida. Kubus ostida. Bu degani x ni bir taqsim, 3 degani. Ha. Buni ham mana qarang. Ildiz olamiz mana bunga. Shunday. Mana. Aynisi darajada ildiz olamiz. Endi bu bir taqsim aynisi deganimiz. To'g'ri? Y teng mana shu z ning nimasi? Bir taqsim aynisi. Endi qaranglar. Xo'sh, hammasini kimga bog'lasak bo'ladi? Kimga? Xo'sh, kimga bog'laymiz? Z ga bog'laymiz. Hammasi Z ga bog'laymiz. X o'rniga nima qo'yaveraman? Qaranglar, Z ni birinchini qo'yaveraman. Y o'rniga Z ni battasini birinchini qo'yaveraman. Tushundingmi? Bo'ldi, Z ni o'ziga tegmaymiz. Qarang. Logaritm. Qaranglar, bir tasini 2 ku, bir tasini 2 oldiga nima tushadi? 2 Mana bir tasini 2. Endi qarang, X o'rniga nima yozaman ayting. X o'rniga Z ga bog'langan. Z nima x? Z ning Birinchisi. Y o'rniga nima yozaman? Y. Z ning b Ning bir taqsim aynisi. Bir taqsim aynisi. Ko'paygan Z. Ko'paygan Z o'ziga tegmaymiz. Endi darajaga o'tamiz. Daraja. Ildizni olamiz. Mana. Ha. Xo'sh, endi Y o'rniga nima yozaman? Z ning b taqsim aynisi. Z ni bir taqsim aynisi. Ko'paygan Z turaveradi. Taqsim. Qaranglar 3 ko'rgan ko'payaki, mana 3 bir deyman-da, mana 3-chi deyman. Z Taqsim Z ning birinchisi. birinchisi 3 Z birinchisi. ni 3 birinchisi bo'ladi. 3 Mana 3 Z birinchisi. ni 3 birinchisi. birinchisi. 3 birinchisi. Ko'paydi. Tushundingmi? Endi o'xshayman. Daraja qo'shilishi kerakmi? Mana 2 ko'paygan logaritm. Z ni qo'shinglar. Ana birinchisi. B taqsim A. Plus Z ku 1. 1. Endi yuqorida bu ikki qo'shiladi. Z ni 3 B taqsim A plusdan 3-inchisi. Plusdan ayriladi. Ayrilib minus. Minus bo'ladi. To'g'ri? Endi mana qaranglar, bu oldiga 1 taqsim tushadi, bu oldiga shunchaki 2 ko'paygan tushadi. 2 ko'paygan nima bo'lyapti? 3B taqsim A, to'g'rimi? Plusdan 3 minusdan 3B taqsim, mana oldiga taqsim bo'lib tushadi, to'g'rimi? Logaritm emas, B plus B taqsim A plus B. Ko'paygan logaritm Z asos ko'ra Z bu nima edi? 1 ga tengmi? To'g'rimi? Z ga. Bo'ldi, mana ifoda soddalashtirish shart emas. Ummaraj berib qo'ysak, menimcha bor. Ummaraj beringlar. 2 ko'paygan. Ummaraj mana 3 a. 3 ta B plus 3 ta A. Buni ko'paytiramiz. Minus 3 ta AB taqsim. Qaranglar, mana bu ham ummaraj beraman, marajda aniq qisqarib ketadi. Ummaraj beraylik. AB Plus B. plus A. ana ketdi. Orasida ham 2 ni ko'paytirib qo'ygan Uch ekan. chiqarmaysiz? 3 chiqarilganmi? Javobida chiqarmagandir. Chiqarilganmi? Ha? 3 chiqarib qo'ysak 6 bo'lganda 6B plus A plus minus AB taqsim Taqsim AB plus A plus B bo'ladi. Yozib olamiz. Shundaymi? Ikkinchisi bu tushuna ishlaysizlar. 97. Qaranglar, 98-misolimizda bo'limiz mana shu turishi A bo'lsa, buni A orqali ifodalanyapti. Mana shuni men qanaqadir x deb belgilab olsam bo'ladi. Ha. Bir-biriga qo'shib beramiz.
Endi qo'shnilaring tasavvur qiling, ikkovi yerdan turibdi. Asoslari nima? Bir xil. Daraja nima bo'ladi? Ko'paytma bo'ladimi? Men qarang, mana holatga kelamiz. Logaritm ikkitasi. Mana men ko'paytmani xohishimku, bu bilan buni ko'paytiramanda bittimizga o'raman. Bo'ladimi? Bittimizga o'raman. Kubulz ostida, ildiz ostida 10 plus ildiz ostida 2 yu, ildiz ostida 10 minus ildiz ostida 2 bo'ladi. Birinchi ildizning tagida. Davomida bu ikki ildizga kiradi. 5-chi ildiz ostida. Ildiz ostida 10 plus 2 ildiz ostida 2. To'g'rimi? Davomida mana 2 ildiz ostida 10 minus 2 ildiz ostida 2. To'g'ri yozibmi? Bu ikki tomoni a plus X. Ayni mana nima bo'ladi? Formula bo'ladimi? Mana. Logaritm ikkitasiga ko'ra birinchisini kvadrati minus ikkinchisi kvadrati bo'ladimi? 10 minus 2 nima degani? 8 deganimiz 8 nima chiqadi? 2 ko'paygan. Yo'q, hali bu 2 davomida hali bu bor. Endi bu yana formula. Buni kvadrati 40 minus 8 bo'libdi. Undan 2 chiqadi 5-chi. Yana 2. Javob 2. Logaritm ikkitasiga ko'ra 4 degani 2. Tushunarlimi? Savol bormi? Yo'q. Ya 2 sayı. Ha, hali bunun cevabı 2 ku. Bu tamam, ben şunu tushundim ben. A plus x'imiz nima edi? 2 ga yakın o'tib qo'ysang x ning a 2 ming. 2 ming. Ha, javob mana shu. Demak, mana to'liq ifodamiz a bo'lsa, unda u 2 dan a ni erganimiz. Yozib olasizlar tushunmaganlar